juda ko'p haqqi bor ular. Bugun so'rab olaylik, Robbim, mana bu seni Ka'bangning eshigi, mana shu yerda hech qachon bizni diyorlarga olib qo'ymagin deydi. Aytaylik, Robbim tinchligimizni ham uzun qilib bergan, qiyomatgacha mustaqilligimizni ham o'zimizniki qilib bergan. Agar yurtimizni notinch bo'lsa, bu yerga keladisiz. O'tgan yili ozgina osmonda notinch bo'lib qoldi, Isroil bilan Eron bomba otishib qoldi, osmon bekilib qoldi-ku. Reyslarimiz to'xtab qoldi. Hamma yo'q tinch bo'lsin, duoda shunday qilaylik. Alloh taolo Ka'baga kirgan odamning duosini ijobat qilaman deyaptimi? Bugun aytaylik, Robbim, zotimdan bitta qori chiqarib ber. Seni Qur'oningni o'qiydigan yaxshi bir mohir bir qori chiqarib bergin. Zotimdan bitta olim chiqarib bergin deb duo qiling. Dinga, vatanga xizmat qiladigan bir xodim chiqarib ber deb bugun duo qilamiz. Mana shu foydamiz bo'ladi, dunyomizga ham, oxiratimizga ham foyda qiladigan ish bo'ladi. Bugun duoda mahkam bo'ling. Bugun Ka'bada yig'lab biling bugun. Boring Ka'bani ushlab ayting, Robbim, mana seni bayting, mana shuni shu ushlab turib o'zingga aytyapman. Bugun yig'lab oling o'sha yerda. Bugun nima desangiz deb jannatni bugun sotib oling o'zingiz. Bugun mana shu ishni ustida bardavom bo'ling mana. Alloh taolo barcha nasibamizni bugun qo'shsin. Ish qiyomatga qolib ketadigan bo'lsa, foydasini bugun qilamiz. Qizingizga baxt so'rab oling. Ko'p o'zimizni ichimiz dardga to'lib yotibdi. Bugun yig'lab oling, Alloh taolo qiyomat kuni qilgan gunohimizni hammani oldida ko'rsatib sharmanda qilib qo'ymasin. Sizlardan ko'ra gunoh ko'p men. Hammamiz tavba qilaylik bugun Ka'bada. Alloh taolo gunohimiz bilan tutib qolmasin ertaga. Ertaga u milliard odamning ichida ko'riladigan ishlarda ko'rilib qoladigan gunohimiz chiqib qolmasin. Ota-onamizni ko'p duo qilaylik. Siz bilan bizga o'sha bitta, ikkita, uchta bolasi bormasinida, ular 5 ta, 6, 7 ta, 8 ta bolasi bor. Ona shu chekkada o'tirgan meni xolamning qizi bo'ladi. 13 ta ular. Shunaqa ko'p edi bolalar. Oldingilar. Bular bola chaqasini boqaman deb bilasizlarmi, nimalar bo'lib ketdi?